Mana shu video sizlarda ham lentalardan chiqayotgan bo'lsa kerak. Mana bu ham bitta misol, sabrni tagidagi sariq oltincha chiqdi mana. Endi qizni ota-onasi o'sha sariq oltinini olib nima bo'ldi? Oq vaqtdan yig'i-sig'idan endi foyda yo'q. Barni bu bitta oxirgi tomchi xolos, sabab xolos. Aslida bu qizdagi bu voqealar anchadan beri davom etayotgan bo'lishi aniq. Bu qizga nima deyishgan? Uradi demak sevadi. Qandayin kulay, dardim qanday. Sabr qilgan, insof berib qolar, yaxshi berib qolar, hammani ham eri shuda, erkak kishida, yaxshi gapir, ko'yniga qara degan nasihatlarni ko'p eshitgan bo'lsa kerak. Yana eng qizig'i kecha menga o'sha sabr haqidagi videoga bitta odam yozibdiki, xullas xunuk gaplar bilan boshlangan va shunaqa aqlli fikrlari bilan ikkinchi xotinlarni ko'paytirib olyapsan. Aqlli ayol erini ham, qaynani ham tarbiyalashni bilishi kerak. Mantiq qani? Ayol bolasini tarbiyalaydi, eri bilan qaynanani tarbiyalamaydi. 30 ga kirgan, 60 ga kirgan odamni tarbiyalab bo'ladimi?